internetda eshitayotgandirsizlar, akalar, boy akalarning fokusini o'zgartirishyapti. Nimaga o'zgartirishyapti? Qimmatbaho mashina, qimmatbaho uy-joyi qatoriga mana shunaqa qimmatbaho bo'lgan bitta fermamizni ham qo'shishyapti. O'zlari uchun dala hovlilar yaratishyapti. Qaranglar, men sizlar uchun 17 sotuvlik mana shunaqa sotiladigan tayyor ferma topib qo'yganman. Bu yoq tarafida 50 ta chorva uchun moslashtirilgan, tepalarida yem-xashak uchun joylari bor, 2 metrlik tepalari. Men sizlarga hozir orqa taraflarini ham ko'rsataman. Bu yoq tarafda silosga bosish uchun xohlasanglar, kelasanglar, mana shu hamma texnika sizlar uchun qoladi. Qaranglar, bu yoq taraflarni ko'rsataman men sizlarga hozir. Mana shuni o'rniga akalar, zo'r qilib dala hovli qurib qo'ysanglar, joyi qaranglar kengligini. Bu yoq tarafda otlar uchun, qo'ylar uchun joylari bor. Hozir yoq taraflarni ham ko'rsataman. Gaz va suvdan muammo yo'q bu joylarimizda ham. Toshkent shahriga yaqin bo'lgan joy. Turgan joyimizdan 6 kilometr Food City chorrahasi, yo'g'i 10 kilometr Qo'ylugacha. Qaranglar, zo'ra. Mana bu yoq tarafdan ham kirish qilsanglar bo'ladi. Oldi fasad qismi 35 metr. Bu yoq tarafini dala hovli qilib qo'yasizlar, bu yoq tarafda o'zingizlarning chorva, ranchoyinglar bo'ladi. Nima dedinglar? Men sizlarga hozir past tarafini ko'rsataman. Mana past tarafi, bu yoq tarafda bo'lsa, otlar uchun joylashtirilgan, tashqari tarafdagi bu yoq letniy molxona qilsanglar bo'ladi. Bu yoq taraflarda bo'lsa qo'y. Bu yoq tarafda bo'lsa parrandachilik uchun joy qilib qo'yganlar. Qaranglar, manzaralari ham zo'r joyda joylashgan. Past tarafimizdan ham aruli o'tgan. Kelib ko'rishinglarni tavsiya qilaman bu joyimizni. Narxini egalari 165 ming dollar so'rashyapti. Kelib ko'rsanglar bo'ladi. Mana old tarafidan ham ko'chasini tushuntirib qo'ying. Ko'chalari qaranglar, asfalt, gaz va suvdan muammo yo'q. Oldi fasadi 35 metr. Katta yo'lgacha 400 metr. Bu mahallamiz Boyqo'rg'on mahallasi. Chiqqaninglarda 1,5 kilometrdan keyin Food City chorrahasi. Kelib ko'rishinglarni tavsiya qilaman.